Привет, как дела? Yaxshimisiz? Sizda Rossiyadagi variantingizni topdim. Qani, basharasini ko'rsatingchi yuzini. Привет. Onasining yuzi Sardor, shuni ham qo'ymadingizmi? Shu mehmonga kelgan ekan, mehmon qilyapman. Ha, noto'g'ri xayollar boraverasizlar. Men bilaman, pul berib salomlashmagansiz, men bilaman. Burj Xalifasini uchiga chiqdik hozir. Hozir tushdik pastga. Tepasiga, eng tepasiga. Nima yeysan? Nima so'raylarda bundan? Men tushuntirim. Ruscha, Sardor. Bu ruscha gapiradi-yu, qanday tushunyapsizlar bir-biringlarni? Tushuntira olmayapman, eshlasan. Что кушаем? Nima? Nima? Ishtasa кушаем. Ye, zachем? Voy, ya men, ya xafa bo'laman bir nima yeysin, unday qilmasin. Ha? Lekin bitta chiroyli bular, rus qizlar. Chiroyli bo'ladi. Sardor? Turkcha. To'p aytsin, sho'rva aytsin, bo'lmasam turkcha so'z. Sizda chiroyli bular baribir. Приятный такой chiroyli bular. Ha? Ichganimi? Choy, tamom, bo'ldi men. Boshqa nima ichmayman. Rus qizlar lekin chiroyli bo'ladi, ha, Sardor? Chiroyli, приятный bo'ladi, qandaydir. Figurasi bu dunyoni figurasi emas, narigi dunyoniki, sizda qasddan. Bu ham trenirovka qiladi-da. O'ta qattiq trenirovka qilagan. Da. Siz bilan bitta trenirovka qilsin-chi, qani bir ko'raylik. Fikrlarimiz mela, o'g'lim, fikrlarimiz mela. Bilaman, qo'l berib ham ko'rishmaysiz. Da, qo'l berib ham ko'rishganim yo'q. Prosta Xadichaxon bu qiz bilan TikTokda tanishganmiz, ko'p battle o'ynaganmiz. 30 ming, 40 ming. 30 ming, 40 ming, 50 ming odam bilan, zritellar bilan o'ynaganmiz. Misol, u tomonda ham ancha auditoriya bo'lgan. Keldim, shunaqa videolar qo'ygan ekan, keldim, bir og'iz O'zbekistonni mehmon do'stligini ko'rsatish. Shu O'zbekistonda misol erta Rossiya ketsa ham, boshqa joy ketsa ham, mana bola O'zbekiston nomidan mehmon qilganda qo'ldan kelgancha degan gap uchun prosta keldim. Ketaman hozir, mehmondorchilik tugab, uyga talaman ketaman. Lekin bular ham har kim bilan ko'rishmaydi-ku. Xarakteri ko'rishadi. Xarakteri shunaqa zo'r ekan, xarakteri menga o'ta ham yo'q. Ularning xarakteri zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi xarakteri. Da, xarakteri o'ta ham zo'r ekan. Tog'a shunday och qoldim hozir, karkidon deyapti. Sardor Dinan xotini emas. Uylanmagan bo'ydoq bo'lsa nima ishi bor? Unaqa xotini bo'lsa ekan yo sevgan qizi bo'lsa ekan. 3 marta o'zidan o'zi betimga tupurib chiqib ketdi. O'zidan ko'rsin, xor bo'lsin, bir so'ngga zor bo'lsin. Tamom. Qizlar yana yo'limda. O'zi bilan, men shu paytgacha unda pidarraslik qilmagan edim bunga. Shu paytgacha. Nonkur ekan u, nonkur. Xafa bo'lmasin, unga qilingan hurmat izzat boshqa dunyoga, boshqa qizga qilingan yo'q edi. Azzaka rahmat. Yo, Dina sevgan qizi bo'lmasa, xotini bo'lmasa, Sardor xohlagan odam bilan ko'rishadi, gaplashadi. Mana atrofda bitta o'zi emas, 5-6 ta odamlar bilan o'tirgan bo'lsa, Xadichaxon, na prinsip qildim shu ishni. O'sha kun ulandim prямой efirda. Mana xalq ko'rganlar bo'lsa aytsin, qalaysan go'zal qiz, zo'rmisan deb shunday kirsam tuf naxu deyap betimga o'zidan o'zi ichib olib. Betimga tupurgan qizni sikamanmi basharasiga qarab? O'zidan o'zi 4 kun bo'ldimi, 5 kun bo'ldi. Men bundan rashk qildimmi? Hozir rashk qildi. O'sha kuni o'zidan o'zi betimga qarab tuf naxu deyapti. Shunday ulansam tuf naxu deyapti o'zidan o'zi. Ichib olsa naxu mendan mayib. Alkash biladi. Masa siz yaxshi ko'rib qopti-da, Sardor? Qazam. Sardorda butun dunyoni qizlari. Men yoningda qizam chiroyli qiz-ku, masa yaxshi ko'rib qo'ygan bo'lsa rashk qilganda. Sardorda butun dunyoni qizlari yaxshi ko'radi. Mana Sardor bor-ku, odamlar kursalari shunaqa bir anaqada, odam yuragiga kirib ketadi-da, yomon deydi bu odamni.
Ha, efirda o degan bilan bor odam yuragiga kirib boradi, chatoqmi? Qizlar ajalibi. Men ko'rganman Sardorda tug'ilgan kunda. Rahmatli Halima opanikida. O'tirganmiz. Zo'r bola xarakteri. Hadichaxon, ishlaringizga omad, Rahmat sizga. cho'ntaklaringizga daromad, sog'i salomat, Rahmat. joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi ko'raman. Sardor sizlar sog' bo'ling. Manam. Salomat bo'ling. Kunlaringiz omad. Xo'p. Rahmat. Bo'pti. Bitta pozitiv videoshi chiqdi, ko'nglida kiri yo'q. Lekin bu qiz ham meni yaxshi ko'radi. Lekin mana bu qiz ham meni hurmat qiladi, yaxshi ko'radi. Mana nepravniy gapirmadi. Nepravniy gapirmadi. Mana Hadicha, men ko'rishganman bu qiz bilan. Meni xarakterimni ham biladi, boshqasini ham. Nepravniy gapirmadi. Prosta endi Rossiyadan kelgan mehmonni bizlar shuncha joyga oldimizgacha kelib chiqmasak oldiga uyat bo'lachida chiqdik. Jonlaring sog' bo'lsin. Men bunday kutmadim. Hurmatli xalqim, hurmatli aka-ukalarim, bo'lmasam ko'rsatmaydim sizlarga, to'g'risi. Men bilasizlar xohlamayman, meni kontentim, meni yo'nalishim boshqacha. Sizlar bir maza qilinglar, chiroyli joylardan maza qilinglar, rohatlaninglar. Ko'zlaring quvonsin, kelganday bo'linglar deb videolar joyladim. O'sha narsa aybim ekan. O'ta xafa bo'ldim. Salomat bo'linglar akalar. Sog' bo'linglar. Nastroyena pizdiz bo'ldi.